Biz yashayotgan olam faqat ko'zga ko'rinadigan materiya emas. Bizni boshqarib turgan narsa fikr, fokus va tasavvur. Bugun men sizga hech kim aytmaydigan haqiqatni ochaman. Inson yaratuvchidir. Uning vibratsiyasi buyruq. Uning tasavvuri kelajakning kodi. Uning ongi materiyani egib turadigan kuchdir. Odamlar hayotni tasodif deb o'ylashadi, lekin bilmaydilar. Ular har soniya o'z gologrammasini yaratib turishadi. O'ylagan narsa shakllanadi. His qilgan narsa tezlashadi. Ishongan narsa haqiqatga aylanadi. Ong bu eng kuchli qurol. U vaqtni egadi, makonni siljitadi, natijani chaqiradi. Teleportatsiya bu ertak emas, fikrning tezligidir. Agar siz fokusni lazer darajasiga olib chiqsangiz, dunyo sizga bo'ysunadi. Vibratsiyangiz ko'tarsa, imkoniyatlar oqib keladi. Tasavvuringiz uyg'onsa, yangi reallik yariladi. Men sizga yangi zamonni ko'rsataman. Bu yerda inson qurbon emas, yaratuvchi. Bu yerda imkonsiz degan narsa yo'q, faqat energiya, yetarli emas degan tushuncha bor. Bugun siz uyg'onyapsiz. Bugun siz o'zingizdagi kodni eslayapsiz. Bugun siz ong kuchi bilan makoningizni qayta yozyapsiz. Shu matnni eshitayotgan har bir insonga aytaman. Siz tasavvur qilgan narsangiz sizni kutyapti. Agar bu kodeks sendagi vibratsiyani yoqqan bo'lsa, obuna bo'l.